borib bellashib kelishdi o'quvchilarimiz. Sirdaryo viloyati ochiq chempionat musobaqasida faxrli 2-o'rinni egallagani uchun 12 yosh orasida Karimov Ziyobiy taqdirlandi. O'quvchilar nafaqat maktab bilimlarini, balki xalqaro bilimlarni egallash boshlashdi. Ya'ni 6-bir sinf o'quvchilari o'rtasida yaqinda S0 o'zida bilsanglar kerak, milliy sertifikat hisoblanadi o'qishga kirish uchun. Buni o'quvchilar uchun olinish kerak bo'lgan daraja B2 hisoblanadi, B2 daraja. Va bizda hozir abituriyentlar ham ololmayotgan daraja bor. Ya'ni bu B2 daraja, hozir chiqish qiyin bo'lyapti, bilganingizdek. Lekin bizda shunaqa haqqoniy olgan o'quvchimiz bor va bu Habibullayev Halilulloh. Va ikkinchi xuddi shu B2 darajani qo'lga kiritgan, oldindan ingliz tilini bo'yicha o'z ustida ishlaydigan yana bitta o'quvchimiz Zakirova Marjona. Oxirgi o'quvchimiz Halil Sherzod. Eng pastroq ball, lekin yaxshi natija sinf bo'yicha A2 daraja. Halil Sherzod kelishmagan. Zakirova Marjona 1-o'rin. Zokirova Shahrizoda 2-o'rinni egalladilar. Maqrombekova E'zoza 2-o'rinni egalladi. Karimov Ziyobiy 3-o'rinni egalladi. Va Abduganiyev Abdujalil 3-o'rinni egalladi. Bu arzimas sovg'alarimiz o'quvchilar uchun. Ya'ni biz yaqinda xalqaro Britaniyalik xalqaro Ofcom tashkiloti tomonidan ya'ni NCC sertifikatlari deydi, xalqaro sertifikatlar bor. Buni IT NCC xalqaro sertifikatlari deydi. Ular bilan xalqaro maktabimizni xalqaro darajaga chiqarish uchun dastlabki hozirda imzoladik.